Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun sizlar bilan Agramach mini traktorlar do'konining Namangan viloyatidagi filialidamiz. Lokatsiyasi Jahon bozoridan o'tganingizdan keyin Andijon trassasiga ketaverishda Jahon bozoridan 300 metrdan keyin o'ng qo'lda joylashgan. Bu do'konimizda Sintai 304, 404, 504 markadagi mini traktorlari, Zubr mini traktorlari, motokultivatorlarni topsanglar bo'ladi. Video davomida hammasini narxi, xarakteristikasi hamda sizni qiziqtirgan barcha savollarga javob berib o'tamiz. Obzorimizni Sintai 304 mini traktorlarimizdan boshlaymiz. Xo'p, bu sarig'i Sintai 304 mini traktorimizni yangicha versiyada, yangicha dizayndagi holati. 30 ot kuchiga ega, 3 ta portion oldi orqasi tortadi. Kompressor hamda tashqi ikkitalik silindrlar bilan jihozlangan traktorimiz bemalol ertaga ikki korpusli pullik yoki chiziqlari qo'yganinglarda o'zi yerga botirib beradi. Orqasida vomi bor, 540 qanday mingga boradi ishlaydi. Balon razmerlarini 60-70 agatlarga kengaytirib turartirsalar bo'ladi. Sizlarni ham ko'rsangiz bo'ladi. Traktorchi uchun nima qulayliklar kerak bo'lsa, traktorimizda hammasi bor. Tablolari elektron. Xo'p, понижний повышенный 4 dan 8 ta skoroslari bor. Rushnoy tormozlari ham bor. Xo'p, soatiga traktorimiz 3,5-4 litr salarka yeydi. Nagruzkada oldi baloni 750 ga 16, orqasi 11-2 ga 24. O'sha aytib o'tganimizdek 60-70 agatlarga tushadi. Traktorimiz narxi keladigan bo'lsak, Sintai 304 ming traktorimiz 115 million so'm. Xudo naqd puliga oladigan bo'lsalaringiz, kelishtirib arzon narxlarda qilib beramiz. Bu traktorimiz ham Sintai 304 ming traktorimiz. Bu ham 30 ot kuchi, 3 ta portion oldi orqasi tortadi. Rollari gidravlika. Bunda ham понижний повышенный 4 dan 8 ta skorosti bor. Tashqi ikkitalik silindr, kompressorlar bilan jihozlangan. Bu ham 60-70 agatlarga tushadi. Bu traktorimiz ham elektron tablolar bilan jihozlangan. Bunda ham rushnoy tormoz, hamma narsasi bor. Bu ham soatdagi nagruzkada 3,5-4 litr salarka yeydi. Buni ham narxi 115 million so'm. Naqd pulga xudo xolasa kelishtirib arzon narxlarda qilib beramiz. Bu traktorimiz Sintai 404 mini traktorimiz 40 ot kuchiga ega. 4 ta portion oldi orqasi tortadi. Motor korobkalari Yuto mini traktorlarini motor korobkalaridan qo'yilgan. Понижний повышенный 4 dan 8 ta skoroslari bor. Bu ham bemalol 3 korpusli puluk chiziqlari tortib beradi. Goma boradi, buni ham 540 qanday mingga boradida ishlaydi. Bemalol mini press podborchiklar bo'ladimi yoki 160, 150 tupromaydigan frezerlar bo'ladimi? Hammasini ishlata oladi. Bu traktorimizning narxi 125 million so'm. Xudo xolasa naqd pulga kelishtirib arzon narxlarda qilib beramiz. Bu yerda Zubr brendining motokultivatorlari bor. Zubr 196, bunisi narigisi Zubr 1100. Bunisi 16 ot kuchiga ega. Zubr 1100 18 ot kuchiga ega. Komplektida tuproqmaydilaydigan frezasi, bir korpusli pulligi hamda o'tiradigan stendalari bilan birga hammasini beramiz. Mana ko'rsangiz bo'ladi, akkumulyatorga alohida zaryad beradigan dinamlar bilan jihozlangan. Palavosi keng, agatga moslab turib kengaytirib turartirsangiz bo'ladi. Soatiga 1,5-2 litr salarka yeydi. Bularni ham naqd pulga xudo xolasa kelishtirib arzon narxlarda qilib beramiz. Kalitda ham zaryad bo'ladi, rushnoy zaryad qilsalar ham bo'ladi. Bu traktorimiz Zubr 196 ning mini traktor varianti. Bu ham 16 ot kuchiga ega. Bu bir portion, faqat orqasi tortadi. Bu traktorimizni boshqa xuddi shunaqa remenli traktorlardan afzal jihati buni korobka qismi juda ham baquvvat ishlangan. Ko'rib turganingizdek, tashqi ikkitalik silindr bilan jihozlangan bu traktorimiz. Bunda insholar ham ancha baquvvat, aravani ham ko'p ag'darib beradi. Orqa balonlarini razmeri qo'yib kengaytirib turartirsalar bo'ladi. O'zini komplektida 2 korpusli pulligi hamda tuproqmaydilaydigan frezeri bilan birga beramiz. Tablolari ham bor, nechada ishlagani, akkumulyator, massa hammasini ko'rsatib turadi. Понижний повышенный 3 dan 6 ta skorosti bor. Bu traktorimizning narxi 37 million so'm. Xudo xolasa naqd pulga kelishtirib arzon narxlarda qilib beramiz. Ko'rib turganingizdek, raspreditillari ham ikkitalik. Bunda ham понижний повышенный rejimlari bor. Bu traktorimiz Zubr 1115 22 ot kuchi, bir portion, faqat orqasi tortadi. Buni boshqa traktorlardan afzal jihati buni oldi balonini ham, orqasini ham razmeri qo'yib zavodga kengaytirib turartirsangiz bo'ladi. Perdelka qilib o'tirmaysiz.
aytgan razmeringizga tushib beradi. 60-70 larga tushadi. O'zini komplekti 1.15 lik frezasi, 2 korpusli plugi bor. Rasporeditli ham 2 talik, ertaga oldiga zatka qo'yganingizda bemalol silindrli qilib qo'ysangiz bo'ladi. Aynishli pavishi 3 tadan 6 ta skorost, mana tablolari ham bor. 22 ot kishiga ega traktorimiz. Ko'p kishi olgan uzumzorlarga urish uchun oldiga jatkalar bilan xudo xolasa qilib beramiz. Bu traktorimiz freza plugi bilan 45 million so'm. Bemalol ertaga oldiga jatka bilan olaman desanglar, jatkalarimiz ham bor. 1.20 lik, 1.5 metrlik, 1.80 hammasidan bor. Qanaqasidan kerak bo'lsa, xudo xolasa kelishtirib arzon narxlarda qilib beramiz. Bu yerda mini traktorlar uchun kartoshka kapalkamiz bor. O'sha komplektda kardanlari hamma narsasi bilan beriladi. Traktorga ulanadigan o'sha vomi bor, 540 ming oborotda ishlaydigan hamma traktorga qo'ysanglar bo'ladi. Bu yerda motobloklarimiz bor. O'sha agatda orasiga tushib beradigan 2 ot kuchilik, 3 ot kuchilik, 5 ot kuchilik motokultivatorlarimiz bor. Benzinda ishlaydigan. Bularni ham xudo xolasa naqd pulga arzon narxlarda qilib beramiz. Bu yerda Zubur 196 motokultivatorimiz. Xuddi qilib qo'lda shunday chachiylar ham bo'ladi, orqasida liniyasi bo'ladi. Hamma narsasi bilan birga beriladi. Ichkarida do'konning ichida mana gusinishli motokultivatorlarimiz bor, xudo xolasa. Hozir ko'rsatib o'tamiz. Mana gusinishli motokultivatorlarimiz bor. Bunisi salarkali, bunisi benzinli. Benzinliga 7 ot kuchi, salarkaligi 9 ot kuchi, komplektida urug'ga keladigan serkalari, mana bunaqa chizili, ochari, mana bunaqa universal plugi hamda mana grabellar bilan birga umumiy 5 ta narsasi bilan benzinligi ham, salarkaligi ham beriladi. Naqd pulga kelishtirib arzon narxlarda qilib beramiz, xudo xolasa. O'sha aytib o'tganimizdek lokatsiyamiz Namangan Lola Jahon bozoridan o'tganingizdan keyin o'sha Andijonga ketaverishda Jahon bozoridan 300 metr o'tganingizdan keyin o'ng qo'lda keladi. Mana shu binoda mana tepada nomerlar yozib qoldirilgan, xudo xolasa. Telefon qilsalaringiz, xudo xolasa kelishtirib arzon narxlarda qilib beramiz. Yana qandaydir biror savollar bo'lsa, pastdagi nomerlarga pastda nomer qoldiramiz. Murojaat qilsanglar, xudo xolasa barcha savollarga javob berib o'tamiz. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosing, kanalimizga obuna bo'ling, chunki aynan siz qidirayotgan qishloq xo'jalik texnikasini bizning kanaldan topishingiz mumkin.